Samarqandga borganimda bu sho'rvacha mazasi og'zimda qolib ketgan. Ishimizni farsh, piyoz, tuxum, ziravorlar, tyorkadan chiqqan sabzi bilan aralashtirib frikadelka qilib olishdan boshlaymiz. Frikadelkalarimizni morozilkaga yarim soatga olib qo'yib, podlivkasiga o'tamiz. Qizib turgan yog'da mayda kubik to'ralgan piyoz, laxm go'sht, ziravorlar, aralash bolgarskiy, qizil sabzi qo'shib yaxshilab qovurib olamiz. Eng oxirida kartoshka qo'shib, uni bir rov qovuramiz. Bo'lmasam, taxir mazasi chiqadi. Tyorkadan chiqqan pomidor solib, yana bir rov kutamiz. Ustidan suv solib 25 minutga dimlab qo'yamiz. Keyingi ishimiz katta qozonga suyeli go'sht, lavroviy list, tabga ziravorlar, frikadelkani solib, sho'rvachamizni 40 minut atrofida qaynatib olib, tayyor bo'lgan podlivkamizni ichiga solib aralashtirib olamiz. Men tayyor vermisheldan foydalandim, lekin siz uyda o'zingiz qilib ham sovarsangiz bo'ladi. Xuddi noringa to'raganda ingichka to'rab olsangiz bo'ldi. Iftorlik dasturxoni uchun kunora albatta tayyorlab beraman uydagilarimga. Ishtahangiz hozirdan ochilgan bo'lsa, like va kommentariy hammalardan kutib qolaman. O'zingizga saqlanch qilib, qaysi taomligi nomini bilgan bo'lsangiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Iftorlikka tayyorlab beradigan yaqiningizga yuborib qo'ying videoni. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.